Insoniyat tarixi ibtidoiy hayot sharoitidagi kurashdan boshlangan. Tabiatning og'ir sharoiti, xavf va noaniqlik insonni fikrlash va moslashishga majbur qildi. Ilk inson yashab qolish uchun atrof muhitni kuzatdi, tajriba orttirdi, ov qilish usullarini o'rgandi, olovdan foydalanishni va mehnat qurollarini yaratishni o'zlashtirdi. Aynan shu jarayonlarda inson ongining dastlabki shakllari paydo bo'ldi. Intellektning ilk ko'rinishi yashab qolishga qaratilgan amaliy fikrlash edi. Vaqt o'tishi bilan insoniyat dastlabki sivilizatsiyalarni barpo etdi. Qadimgi Misr, Bobil, Hindiston, Xitoy va Yunonistonda ilm-fan, madaniyat va falsafiy tafakkur izchil rivojlana boshladi. Bu davrda insonning bilish doirasi kengaydi. U endilikda faqat yashab qolish emas, balki borliq mohiyati, hayot ma'nosi